والصلاة والسلام على رسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حق سبحانه وتعالى وكحمد سنة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم جاء درود صلوات الله. الله تعالى barchalarimizni hayoti foniy dunyoda boqiy hayotimizga zaxira amallarni qilib qolishimizni nasib etamiz. O'sha zaxiralarımızdan biri hozirgi o'qigan namozimiz, barakalarimiz qilayotgan masalalar, ularga zaxira, eshitib amal qilsangiz zaxira, barakalarimiz o'qib bergan namozni chin dildan eshitsak bizga zaxira. O'sha yaxshi amallarni ko'p qilish kerak. Vastabiqul xayrat, yaxshilikda musobaqalashishlik. Musobaqalashishlik shariatda nima amalda? Alloh taolo buyurgan yaxshilikda kim o'zar deb ketish. Musobaqa deganda bitta odamga qarab, o'zini olib, men bundan ko'p qilay deyishni aytadi. Yaxshilik hech kimga bildirmay aytilsa musobaqa bo'lmaydi. Haligi hozirgi kunda mikrofon egasi emas odamga o'tib ketsa noto'g'ri so'z so'zlab qo'yadi. Din haqida gapirish ham huquqi yo'q odamlarga o'tib ketadi, haqli gapirib qo'yadi. O'sha gaplardan biri yaxshi amalni qilib bitta odam gapirsa, riyo qilding, savobi ketdi deb qo'yganlar ko'payadi. Evaziga vastabiqul xayrat, yaxshilikdagi musobaqalar yo'q. Bitta oyat kalima Alloh taolo buyurdi. Bir-birimizga aytib maqtanmasak, men mancha zakot berdim yoki men manonga mancha hissa qo'shdim desa, ikkinchi odam undan buni shariatda targ'ib deydi. Shariat targ'ib va tarhibdan, qiziqtirish va qo'rqitishdan tashkil topgan narsa. Bir-birimizni o'sha narsaga qiziqtirib aytib musobaqalashmasak, shariatda musobaqalikul xayrat oyat kalimasi beti yopilib qolsa, bitta amal to'xtab qolsa, yaxshilarning soni ozlab qoladi. Shuning uchun yaxshilikda musobaqalashishlik lozim bo'ladi. O'shalardan bir narsa umuman yo'qib ketgan din islomda bizda erda mutlaq yo'q bo'lib ketgan bitta narsani aytib berayin. A'udzubillahi minash shaytonir rojim. Hal ata surasida aynan yashrob biha ibadulloh yufajjiruha tafjira yufuna bin nadri va yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqim. Qiyomat kunida shunday deyiladi deb harflar keltirib yufuna bin nadr, nazriga vafo qiladiganlar. Nazrga vafo qilish degan so'z, hozir biron odam nazr deganini eshitdingizmi? Oldin tarixda nazr qildi. Hatto bolasini nazr qilib olganlar bo'lgan. Bolasini falonchiga nazr qilgan ekan. Esingizda hozir qarilar borligida so'rab olmasak, yoshlar bor, buni shirk deb o'ylaydi. Mana shu oyatni o'qishmasa bo'ladi. Men ko'rganim yo'q. Men tengqurlar ichidagi bolalar falonchi mana narsani nazr qildi degan so'zni yerda yo'q bo'lib ketdi. Eshitdingiz, falonchi nazr degan so'zni hatto yosh bolalar bilmaydi nazr nima. Hali qurbonlikka so'yib degan narsa deb o'ylaydi. Yaxshilikda musobaqa qilmay qo'yganimizdan din islomda ko'p sahifalari, betlari yo'qolgan. Hozir qabristonda ham aytdim. Biron odamni yaqini og'rib qolsa yoki bir narsasi tortilib bo'lsa, borib hali og'rib qo'yganlardan qolganlarga borib jannatga qulluq bo'lsin. O Musa alayhissalom ham o'ng qo'shning kim, chap qo'shning kim bilvol deb Alloh taolo buyurganda borib tekshirsa, o'ng qo'shnisi otasini qo'yayotgan, chap qo'shnisi onasini qo'yayotgan odam chiqqan to'g'rimi? Shunaqaqa targ'ib, qiziqtirish, yaxshilikda musobaqa bo'lish tarixda darsliklarimiz bor, domlalar masala qiladi. Ellar ham bir-biriga qarab dadasi og'rib qolib yotib qo'ygan odamni qo'yayotgan bolalarga o'zi ko'chada assalomu alaykum deb ketmasdan, men Muhammad Said dadangni yaxshi qo'yapsanmi? Senga jannatni nimasi lotereyasi yutuq chiqqan bilasanmi? Bugundan boshlab sen Musa alayhissalomga o'ng qo'shnisi. Agar onasidan chiqib qolsa, Musa alayhissalom sen chap qo'l qo'shnisisan. Muborak bo'lsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda va bashir sobirin bularga qiyinchilikni sabr qilganlarga alohida jannat xabarini bashorat aytib degan oyat bor ekan. Men senga bitta oyatni amal qilib jannatga boraversin deb qo'yib, deydigan yo'q bo'lib ketyapti-da o'sha yerda.
Vastalikul xayrat evaziga yaxshilikda musobaqa qilishlari yo'q degan. Shuning uchun eldan so'raladigan holat qo'ra akalarimiz o'qib ketdi, rahmat, otasiga rahmat, o'qitgan, onasiga rahmat, xizmat qilgan, yo'l ko'rsatgan ustozlarga rahmat. Bizga kelib gapirishyapti-yu, o'shanga amal qilaylik. Bular hali yoshlar gapirayotgan, qancha muhim narsa gapirgan bilmaydi. Buni ta'minlasak bilasizmi? Otalarning hurmati bor. Onalarning qadri balandligi bor. Shunaqa ba'zi bir narsalarni qayta tiklaymiz. Sizlardan umidimiz dastak bo'lib amal qilasizlar. Nazar qilishni o'rganaylik. Shu oyat karimaga layoqatli bo'lish uchun nima qilib nazar qilsam ekan deb yaxshilik amallarni o'qitayliklar. Men ishga erishsam, savdomdan mancha foyda qilsam, mancha namoz o'qiyman deb men uchun Allohga nazr bo'lsin, aniq beraman deb maqsad qiling. Jo'p-jo'p odam foyda qilib mancha foizini ihson qilsa, uni ihson deyilar ekan. Oldindan beraman, men bo'ynimga vojib bo'lsin, nazr qildim deb turib bersa, 2 hissada savob topar ekan. Aynan yashaydi biha ibadulloh. Haqiqiy Allohning quli degan unvonga ega bo'lar ekan. Bir odam mana bu ishimda bolam yaxshi bo'lib ketsa, mancha narsa sadaqat qilaman yoki mancha rakat namoz o'qiyman deb qo'ysa, bolam qori bo'lsa, men el yurt chaqirib oldiga dasturxon solib choy beraman deb nasib qilsa, shunda ham o'zi xatm Qur'onga sanam qiladi. Lekin niyat qilib nazr qilsa, yufuna bin nazri oyat kalimasiga muvofiq bo'ladi. Hozir ehsonda o'tirdim. Ehsonda qarilar gaplashib qoldi. Qarilar gaplashmasa men bilmayman. Men eshitmaganman. 86 bilan 93 yoshli ikkita chol gaplashib turibdi. Bittasi aytayaptiki, meni falonchi do'stimni Chaqchida kokila bo'ladi dedi. Omcha qilyapti. Shu oyat kalima esimga tushdi. Boshida juda xunuk eshitilyapti. Bizni davrda unda kokil qo'yib chachini o'rdirib yurgan bo'lani ko'rgansiz? O'g'il bola chachini o'rdirib yurgan bo'lani ko'rgansiz? Yo'q. Nimaga olmasdi bilasizlarmi dedi oqsoqol. Nima sochini falonchi hojizadani nimasiga nazr qilgan. Tashqaridan eshitsa Allohga emas falonchiga desa shirkka o'xshab tuyuladi, qarang. Omoncha qilib aytganiga haqiqiy shirk ma'nosida, qarang, Allohga demayapti, falonchiga nazr qilgan. Savobi demoqchi ekan-da, savobi. Ular yoshligida bo'lganda, haligi oqsoqolni oshinasi 93 ga ketgan oqsoqolni oshinasini soch olinmas. 12 yoshida dadasini o'sha yurtga borishlik imkoniyati tug'ilgan ekan. 12 yoshgacha bolaning sochi olinmas qancha ketadi? Qiz bolanikidan uzun ekan-da, ko'kil. 12 yoshda o'sha joyga borib, sochini qirib, taroziga qo'yib, tortib, o'sha joyda tarqatib, savobini shu hojatdagi bag'ishlarim deb opoqsimni bir falonchidir-da, katta bir tarixda islomga hissasini qo'shgan odamga savobini nazr qilgan ekan. Hozir shu gaplarni aytirsa, sizni domla ashik deb o'ylab o'tirsa, odamlar nima deb o'ylaydi? Haqiqiy mushrik ana deb o'rabdi, to'g'rimi? Hoji akalar, nazrda o'rganaylik. Atay hozir menaki o'sha hojizadan gapdan keyin kitobni ko'rsam, shu oyat bor ekan. Yo'q, buni nazrga vafo qiladi. Sochini miqdoricha falonchiga ehson qilaman dedim, o'sha odamga ehson qilishcha soch o'sib yura olgan ekan. Ko'rdingizmi? Men bilan sizni otalarimiz, oqoqlarimiz qanchalik dindor bo'lgan, qanchalik sadoqatli bo'lgan. Biz bilan siz ham shunaqa bo'lishingiz kerak. Sezyapsizlar, men sezyapman. Din o'chib borayotganini men sezyapman. Sizlar ham sezyapsizlarmi? Yo'q, hozir. Bormi? Falonchi sochib falonchiga nazr qilgan odam bor? Yo'q. Yaxshiligingizni eshitganmiz. Ko'rganmiz. Men ko'rmaganman, hoji aka, siz ko'rganmisiz? Kokil qo'yib qaragan tag'in. Yo'q, hoji aka, birinchi eshitishim menga rosa ta'ng'ir qilarish g'alati tuyuldi-da. To'g'rimi? Sizlar ham endi eshitsin. Hoji aka, to'g'rimi? Biz hoji akalar domlasi birinchi eshityapti. El nima deb o'ylaysiz? Din omonat. Nazr o'sha sochini kokil qo'yib nazr qilganligini eshitganmisiz? Aytinglar, bizga ham biz ham shunaqa qilaylik. Biz ham Allohga nazr qilib, biz ham shunchalik ulug' maqomga sazovor bo'lishni o'rganamiz. Agar deb qo'ysangiz, kelajak avlodimiz bu shirk deydi. Men o'lib ketgandan keyin nomim ulug' bo'lib ketib, Xoshiyatulloh degan bir katta olim qildirmagan desa, nima degan bular? Bitta dinni men o'chirgan bo'lib qoladi. Yufuna bin nazr. Qilgan nazrlarga vafodorlar. Va yaxofun yawman kana sharrul mustataqir. Oxirat kundan qo'rqib yashashadi deydi.
Shuning uchun aytmoqchiligim shu. Bugun boya janozada ham aytdim, vaqtlarni egallamayman. Hozir ham aytyapman. Din bitta o'chib boryapti. Bugun sizlarga ikkita vazifa. Birisi dadasi, ayasi og'rib yotib qarayotgan odamlar bo'lsa, albatta bashir islomiy borib, o'shinga jannat qulluq bo'lsin deb qulluqlash vojib bo'lsin. Allohning amri oyat. Kelishdingmi? Qop ketsa nima bo'ladi? Ota-onalar, qariyalar uyiga tushadigan zamon keladi. Yoshi kattaroq odam bo'lsa, seni jannating kaliti qo'lida ekan, qo'lingda ekan. 1-2 yil rasmiga bo'lmay turib, otangning xizmatini qil deng. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, birinchi vazifa shu, hammalariga. Bugungi taroveh sunnat bo'lsa, men aytgan gapim bu farz. Sizlarga vojib, bajarasizlar. Kelishdiga, olib qo'ygan dadasi bor, olib qo'ygan onasi borlar, dushab olib, sen Rossiyaga bormay tur. Seni bu yerda ishing ko'payib qoldi. Otangni qo'la, onangni qo'la deylar. Bu aytdimi? Adran hozir eshitsa, bajarasiz. Shunda deydi, bolalarimiz dadasi og'rib tursa, ayasi og'rib tursa, Rossiyada turib dadasi o'lib qolsa, sizlardan men xafa bo'laman. Shunga buyuring, bormaysan sen. Oshqoch ketib o'lib qolmaysan. Dadang qilib. Kelishdiga, birinchi vazifa shu. Falonchi dadasi o'lib qoldi. U Rossiyada ekan demaydi. Qo'rqsin qo'ysa mayli. Lekin og'rib, oylab ko'rpada yotib qolgan bo'lsa, o'g'il Rossiyaga ketmasin. Qo'rasin. Pul-pulda o'lib ketmaydi. Birinchisi, ikkinchisi bu o'shani qulluq bo'lsin, muborak bo'lsin, jannat qulluq bo'lsin degan so'zlar bo'lmasa, nima o'qimay qilar ekan? Yaxshidir, yoqilib qo'yadi. Ikkinchi vazifa. Nimaga chaqiradi? Nazrga o'rganadi. Yaxshilikni eshigi ekan deb ham. Masalan, baribir shunday qilasiz. Bitta zavodga ishga qo'yib, haligi yurib ketsa, pul ehson qilaman deng, qizg'onchiq bo'lsa, namoz ehson qilaman deng, qo'l ochiqlikka o'rgatadi. Namoz o'qiyman deng, undan ham baxtli bo'lsangiz payg'ambarimizga salovat aytaman deng. Avvalo saxiy bo'ling. Va uni yana talablarga bering. Joyiga bering. Beradigan ketmaysin-da, yurtimizda zo'r bo'lsin. Kitobimizda aytibdi. O'qiyotgan talabalarga ber debdi. Agar ularga beraversang, 10 yillik zaxirasi to'lib ketsa, 20 yillik qilib to'ldir. Chunki Imom Buxoriy davrida Buxoroy sharif ko'kka urgan paytda o'qigan odamni ruchkasi tillardan bo'lib ketganligi uchun ham o'qib o'rgan degan ekan. Hozir kim falonchi o'qibdi, kunduzi bilan zavodga ishga ketyapti ekan, kechki kun haftaga o'tyapti ekan desa, bitta odam ham qaytib o'qimaydi. Ruchkasi tillardan bo'lib ketsin, o'qiganga shunaqa ehson qilingki, o'qiyotgan odam mashinasini bu yoqdan miyatib chotanaga yirilib ketsin. Siz o'qiyotgan odamga shunaqa ehson qilingki, o'qiyotgan odamning qo'lida ruchkasi tillo bo'lib ketsa, yana ustiga ikkita tillo bering, bu yoqdan odam unda men ham o'qiyman deb o'rsa. Bo'lmasa qachon biz azizlikka erishamiz? Bilib qo'ying. Men ba'zi bir qo'rakilar eshityapman, kunduzi bilan zavodga yurgilar borishlar, kunduzi kechasi bilan kelib bizga haqni berib keldilar. Yurtimiz ko'karmaydi. O'ziga so'rayapti desalar yana. Domla gap to'playapti desalar. Muhimi tarixda biz kim bo'lsak xuddi shunday. Shunchalik beringki, hatto men jumlalarda baqirib gapirdim. Zakotingga nima bo'ladi? Ko'zingni ochib demaysanmi? Zakotni ham joy. Ammo ta'lim ilmlarga, ilm yo'ldagilarga bersa, dunyosi tiqilib ketsa deb hisoblaydi. Chunki ulamolar tafsirida va amilin alayha din yo'lda xizmat qilayotganlar safida qo'shgan ekan. Ba'zilari va nima? Va fi sabilillahi Alloh yo'lida yurganlar safida qo'shgan. Muhimi o'sha fatvo kitoblarimizda, men fatvo kitob fatvo kitoblarimizda ilmlilarni, qorilarni, shunga xizmat qilayotganlarni Alloh yo'lidagi odamlar buni ruchkasi tillo bo'lsa ham, mingakam mashinasi samolyot bo'lsa ham berasan degan ekan. Ammo mayadaylarni miqdori juda oz miqdorda zakot bermaysa ham zakot olinmaydi degan qoidani tiqib qo'ygan. Shu bunaqa gaplarni gapirmasak, mastabiqul xoyroq yaxshilardan musobaqa qilmayqa. Kelajak avlodda kuchli olimlarimiz chiqmay tursa gapirmay qoladi. Endi yo'q narsa yo'q bo'ldi. Amin. Parvardigor, siz biz bu holatda ibodat ustida biz ko'z tegmasin, davomiyligini nasib etsin. Alhamdulillah Ramazon boshidan beri farzandlarimning hamma ilm o'qigan ekan, ilmdan qo'rqgan kelgancha gapiryapti. Yana Qur'on o'qigan ekan, qo'ldan kelganicha xatmiga beryapti.
Otalarini umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin, ishlariga fayz baraka bersin. Doim Alloh qo'llasin. Bizlarga nima deydi? Hammasini nasib qilsin. Bizlarning ham avlodlarimizdan olimlar, qorilar chiqib borishni nasib etsin.